Nima bola bo'lgan bunga? Jahlim chiqsa nima bo'lishini bilasan-a? Nima qilasiz? Qo'yib boraman. Nima? Qo'yib olasiz? Pattangni qo'lingga tutqazaman. Hozir yerdan patta so'rab ketadigan zamon emas. Enamnikiga ketaman deya qalay? Ha, ketaman. Ketaveraman. Menga qara, o'zing bog'ladingmi yoki kimdir yordam berdimi? Bunaqa payt sizga kimdan kuch yetardi? Siz bunaqa payt traktor bo'lib ketasiz-ku. Kimlar keldi? Muhitdin akaning o'g'li. Bitta o'rdan bilan kelishdi. Ular armiyadan o'qishga kelgan ekan. Sizni shunaqa qilib ketishdi. Ariga ham keldi degan? Ular kelib nima deganini bilasizmi? Hop, nima deyishdi ular? Ering o'zi qo'chqor. Qismashkiznikiday. Lekin miyasi to'q miyada eshdi. Voy, o'zingdan qo'shmay gapir. Sen qo'shdim dadasi. Sen qo'shma. Voy, yech qo'limni. Yecholmayman dadasi. Yechmayapman. Yecholmasang nega baqlaysan? Kecha nima dedingiz? Nima dedingiz? Nima dedim? Odamlarga so'zlar tushuntirib berishadi. Sho'xlik qilsa qilibmizda. Yigitchilikda nimalar bo'lmaydi? Sizni sho'xliklaringiz qo'noldi, mana shu yerga keldik-ku. Voy, ko'p qo'shmay gapir. Bola chaqang oldingda bo'lsa, yeb ichayotgan bo'lsang, yo nima och qolyapsanmi? Kimdir sizga och qoldim dedimi? Ketaman. Kunlarni yig'ib olmay oynikiga ketaman. Hali qarab tur, onasi o'pmaganga uylanmasam yurgan ekanman-da. Bolalarni bog'chadan olib oynikiga ketaman. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, kechiring dadasi. Qumra, hoy qumra, qaytyapman. Ketsang ham qo'limni yechib ket, boyinsoq. Atirgilar, atringni sot. Mayli chiqar holing bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Endi meni kim yechadi? Bozorboy! Voy, Bozorboy! Tirikmisiz, o'rtoq? Bu menday basharangizni ko'rsating. Nima qilyapsiz endi? Kelin, yaxshimisiz? Bu eringiz uydamidi, eringiz? Ha, Bozorboy ekan, bozorga bodring olib ketgandi. Bu deyman menga toqqa ichish kerak edi-da, toqqa ichi. Mana daraxtlarimiz sifatdan chiqib ketibdi. Sen o'shalarni kesib qo'ya degandim-da. Kesinlar so'rab beraman. O'zidan ruxsatsiz bersin, kesinlar so'kib beradi. Xo'p. Xo'p, mayli. Qo'chqor aka! Qo'chqor aka! Nima keling, eshik ochiq. Assalomu alaykum Qo'chqor aka. Olimtoy. Bu nima bo'ldi sizga Qo'chqor aka bu? Ko'rmaysanmi xotinning qilgan ishini, Olimtoy? Kim bunaqa qilibsiz? Kim? Bilasan-ku, bunaqa beman ishlar faqat bizning xotinning qo'lidan keladi-da. Kinoy qanday kinoy? Bu kinoy kecha achchiq qilib inasinikiga ketgan. Ketib qoldilar deng. Nima ketdilar? Ko'p surishtiravermay qo'limni yech. Kechadan beri o'tiribman. Axir og'rib ketdi. Hech qisi yo'q, Qo'chqor aka. Bu yaqinda oilani planlashtirish degan gap chiqib turibdi-da. Nimalashtirish? Planlashtirish. Sizga o'xshagan odamlarning turmush darajasini yaxshilash uchun farzandlar sonini 2 ta, 3 tadan oshirmaslik. Endi ukam Xudo berib turgan ekan nima ham qilardi? Hoppa Qo'chqor aka, Xudo bermaydigan qildi. Shoshma.
Menga nimadir qildingmi yoki xotingami? Qo'shqor aka, hozirga sizga biram. Men bu planlashtirish degan gap sizga o'xshagan odamlar faqat bolam, chaqam deb o'tib ketmasligi uchun o'ylab topilgan narsa bu. Tagida yaxshi ma'no bor, Qo'shqor aka. Bu sizga bitta gapim bor edi. Shoshma, keyin gaplashamiz. 7 yillik tajribalarim Qo'shqor aka, sizga sovg'am bor edi. O'sha yerga qo'y. Aha. Oho! Bu deyman, hurlig'a kelib qoldilar-ku, to'y. Qana hurlig'o? Bu robot. Robot degan. Sizga buni tanishtiradigan bo'lsam, bu robot. Men 7 yildan beri buni o'z laboratoriyamda ishlab chiqdim. Buni ishlab chiqishimdan maqsad davlat turmush darsini yaxshilash, ayollarning og'ir vazifasini yengillatish. O'zingiz birinchi buni tekshirib berasizmi? Alomat. Nima dedingiz Qo'shqor aka? Bu alomat deyman. Alomat. Rahmat Qo'shqor aka. 7 yildan burun bunga nom qo'ya olmayotgandim. Endi bugundan beri bu alomat bir. Nega bir? Bundan keyin aholining turmush darajasini yaxshilash uchun alomat 2, 3, 4, 5 ta paydo bo'ladi. Hali respublikamizda bundan minglab yashayapmiz. Buni hali gapiradigan dedingmi? Nafaqat gapiradi Qo'shqor aka, tinglaydi, kuylaydi, eshitadi. Bular buni vazifasini bajarish uchun o'zini mikrosxemalarini qo'yish kerak. Nima sxema? Mikrosxema. Hozir men sizga ko'rsataman. Qimirlayapti. Allo. Voy, o'rtoqjon, bormisan? Biram sog'indim. Kecha sen aytgan o'sha zormandani kecha muqaddasni qulog'ida ko'ruvdim. Quloq o'ygurja supraday bo'lgandan keyin hamma narsa ham yarashavermas ekan-da. Mahalladagi xotinlar shunday gaplashadi. Ularning gapidan ikki og'iz yuklab olgandim. Hozir ikkinchisi. Shunday xulosa kelib chiqadiki, qishloq xo'jaligi, suv resurslarini mexanizatsiyalashtirish Uzr, bu ham boshqasi ekan. yana o'ynaylik, yana kuylaylik. Iqbolimiz porloq ekan. Bu qanaqa qo'shiq qo'ysak aytaveradi olimtoy. Xuddi o'zimizni radioga o'xshar ekanda bu ham. O'xshamaydi, xuddi o'zi. Prinsipi shunaqa. Nima sipek? Prinsipi. Kadinaq, Sheralidan yo'qmi, Sheralidan? To'g'ri, radiodan duch kelgan ikki qator qo'shiqni yuklab olgandim. Undan yo'q. Shunaqa degan. Mayli. Ha, og'zingdan qoning kelsin seni. Sochingni bittalab berib, boshingni koptok qilib tepaymi? Qanaqa deb ko'rchi. Hey, gapmaydanmi? Sen nega aralashasan? Qanaqang deb Uzr, Qo'shqor aka, uzr. Laboratoriyadagi bola shuni hazillashtirishadilar. Ukam, bunaqa hazillaringdan yana ikkita ishda bo'lsan, Qo'shqor aka tamomda. Bunaqa takrorlanmaydi Qo'shqor aka. Muhim ishlayapti-ku. Hozir oxirgisi qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sening isming Alomat.
qo'yishgan. Axir Qo'chqor hayvonning erkagi-ku. Endi Alomatxon biz nima desak ekan? Endi biz odamning erkagimiz-da. Qo'yning erkagimiz Qo'chqor aka degan. Qo'chqor aka. Tushundim. Menga nima xizmat? Xizmat? Odamning erkagi. Xizmat yo'q. Endi buni laboratoriya sinovlaridan o'tkazdik. Endi buni asl ishlab chiqarishiga bo'lgan sabab paxta dalada ishlatishimiz kerak. Paxta dalasida qayoqqa borasan? Axir bu hali mehmon bo'lsa. Bu temir tersak qanaqasiga mehmon bo'lishi mumkin? Menga qara Olimtoy. Yangang kelib qolganiga ham mana ancha bo'ldi. Shu desang, robotingga o'zim xotin qilib olsam. Qo'chqor aka, qiziqmisiz? Bu robot bo'lsa, siz odam bo'lsangiz, qanday qilib? Mayli. Buni dalaga olib borib ishlatish kerak undan ko'ra.